Assalomu alaykum aka-ukalar. Sizlar charchagan. Xudo xohlasa 13-mart. Xudoga shukr, kattalarimiz tushib kelyapti. Navbatdagi yangiligimiz ham tushib kelyapti. Ana qizil. O'zi ham hammasi saralanib olgan. Yarim soat bo'ldimi ekan buni qo'yib qo'shilib olganiga. Bundan oldin bitta qora keldi, ikkita oq keldi. Inson belgilar tushmaydi-da. Shu miya qizib ketadi. Saralanib ichib olgan. O'lja ham aksiga olib tushib kelyapti. Hali endi uchirganidaki bilakishadi-da. Mana bechara qizil zerikdi borib kelaverib. Qaranglar, qo'ng'iroqni oldi yana ko'tarish tashlayapti. Oy, inson belgilar tush, o'lja ushlaylik. 10-15 kundan beri bir qumri ham totgan yo'qmiz qo'ng'iroqda. Ko'tarilishini yana. Xudo o'zing sabr bergin. Shu zo'r ekan, qizildi, o'yin ko'rsatmadi ama hech. Uchu konkret ekan lekin. Yara uchyapti ham. To'rttasi bayda tepada downni. To'rttasi bor. Yana ko'tarilishini bo'ladi. Kiyani ham pishaman yeb ajrab ketaveryapti-da. Qo'noqdan lekin bittasi bitta o'ynaydi, hammasi ko'tarilib zeriktiryapti. Hoji aka qo'nyaptilar. Qani. Xudo o'zingga shukr qo'ndi. O'g'liz akalar. Urdik. Totgan video qo'shib bo'lmadi. Qora g'izillab kelib sayrayib turdi. Uchirib o'rmasin deb shatra totib qoldik. Qopqon iplari ham bittasi Farg'onaga, bittasi Qo'qonga qarab turibdi. Har yoqqa. Bergi tarafida 4 ta ip baylab turibdi. 3 tami nechtadir ip daraxtlarga osilyotibdi. Xohlasa eson omon chiqarib olsak, tushirib chiqarib